Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'rinishi shunaqa chiroyli bo'lgan, yosh qarilarga birdek yoqadigan, xamirlari yumshoq chiqadigan go'shtli pirog tayyorlaymiz. Buning uchun idishimizga 4 pilla unimizni elakdan o'tkazib olamiz. Elangan unimizni ustiga xona haroratida eritilgan margarinimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Men Milton margarinini ishlatganman. Sizlar xohishga ko'ra boshqa margarinlardan ham ishlatsanglar bo'ladi. Margarinlarimizni qirg'ichdan chiqarib olganimizdan keyin un bilan urib olib, bir xil massa hosil qilamiz. Urib olingan massamizning ustiga tuz bilan razrihli til solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Va ustidan 200 gram smetana, 200 gram qatiq va bitta tuxum solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Xamirimizning ko'rinishlari shunaqa chiroyli, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir bo'ladi. Xamirimiz tingunicha ichiga soladigan nachinkamizni ham tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 4 ta piyoz, 3 ta kartoshka va qiyma kerak bo'ladi. Piyozlarimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. To'g'ralgan piyozlarimizni to'g'orchaga solib, kartoshkalarimizni ham to'g'raymiz. Kartoshkalarimizni ham mayda somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Men bir list balish tayyorlayotganligim uchun bir listga ketadigan masalliqlarni aytganman. Sizlar tayyorlayotgan idishingizga qarab, masalliqlarni yo ko'proq yo kamroq qilishingiz mumkin. To'g'rab olgan kartoshkalarimizni ham piyoz solingan idishga solib, qiyma ham solamiz. Men qiyma ishlatdim, xohishga ko'ra go'sht ham ishlatsangiz bo'ladi. Tabga ko'ra tuz, murch va ziralarimizni ham solib, masalliqimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Tingan xamirlarimizni 2 zuvalaga bo'lib olamiz. Bittasi katta, bittasi sal kichkinaroq zuvalachalarga bo'lib olamiz. Kattaroq bo'lagiga bo'lib olgan zuvalamizni birinchi yoyib olamiz. Listimizga moslab yoki bo'lmasam ishlatayotgan qolipingizga moslab zuvalamizni yoyib olamiz. Yoygan xamirimizni listimizga joylab olamiz. Va boyiga tayyorlab olgan masalliqimizni ustiga solamiz. Hamma tomonlariga teng bir xilda qilib sop chiqamiz. Bu orada ikkinchi kichkina xamirimizni ham yoyib olamiz. Yoyilgan xamirimizni masalliqimizni ustidan joylab, burchaklarini yopishtirib, chimchilab chiqamiz. O'shanda masalliqlarimiz ham chiqib ketmaydi, suvi ham oqib ketmaydi. Ichlari yaxshi pishishi uchun vilka bilan hamma yog'ini bir xil qilib sanchib chiqamiz. Ustilari qizarib, chiroyli bo'lib pishishi uchun tuxumimizni ham surib olamiz. Xohishga ko'ra sedana va kunjutlar sepib, 180-200 gradusga 40 minutga pishirishga qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, komment yozishni va podpiska bo'lishni unutmang.